birinchi qadam nimasi? Mana birinchi qadam kayfiyat. Birinchi qadam kayfiyat. Mana shularni qilib beringlar. Endi bunday qilamiz sizlar bilan. Kim mana shu birinchi etapimni qilib bersa, ikkinchi etapni keyin tushuntiraman. Birinchi etapim qarang, kayfiyat. Mana bunday qilasiz. Hammasiga shuni qo'l siltaysiz. Va jonim olsin. Shuncha kun siqildingiz. Nima o'zgardi? Yetim tashi. 30 ga kirgan bolangizni o'ylayvermang. Bir kunda 1 soat siqiladigan vaqt qilib olinglar. Qolgan payt siqilmanglar. Shu soatga qaranglar. O'tib peshin bo'lgandaqa, peshinga tahorat olib ibodatga o'tirgandaqa, deylik soat 2 dan 3 gacha siqiladigan vaqt qilib olinglar bo'lmasa. Bitta mana 24 soat ham tumtayib yurish mumkinmi? Axir baraka topib. 24 soat chehrasini ochmasdan siqilib yashash mumkinmi? Hech bo'lmasa bir kunda 1 soat siqilinglar, mana yerdan yetadi. Pepsilarni quyib olib 50 kim bilandir urushtirib, dardingizni aytib, peshlarni peshaga tirab, yaxshilab siqiling 1 soat. Bo'ldi, qolgan payt siqilmay, siqildingiz-ku, bo'ldi, yetadi-da. Endi savol, o'sha siqilayotgan muammongiz yechilib ketsa-chi? Mana harib bo'ldingiz, mana siqilib bir tiyin bo'ldi, yechilib ketdi. Siz yechilmasa-chi o'sha muammo? Yana haribsizda yechilmaydigan muammoga shuncha yillar beri siqilyapsiz.